insoni hayotida hech qachon unutmaydigan lahzalar, go'zal bo'lgan sahifalar bo'ladi. 2017-yil muborak juma kunida soat taxminan 16:30larda hayotimda eng katta baxtli kun kirib keldi. Eylik bora, ona degan sharafli nomni menga berdi qizim. Yulduzxon bugun 9 yoshga to'ldi. Ko'zlarimdagi quvonchim, yuragimdagi ishonchim, mehr ila duolarimda so'ragan mehr muhabbatligim, shirin qizim. Yulduzxon hayotimga doimo mazmun olib keldi. Alloh seni doimo o'z panohida asrasin jonim qizim. Qalbingni nurga, yo'llaringni baxtga to'ldirsin Allohim. Ilmli, odobli, ziyoli, elga nafing tegadigan soliha farzandi bo'lmoqligini tilakdoshiman. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin jonim qizim. Onalikning eng shirin his-tuyg'ulari men senda his qilganman. Allohga shukrlari bo'lsin. Jonim qizim, oyizligim, shirin so'zligim, Yulduzxon. Baxting doimo bardavom bo'lsin. Osmondagi yulduzlar kabi cheksiz bo'lsin. Singillaring baxtiga, dadajoning baxtiga. Qolaversa mening baxtimga sog' salomat bo'lsin. Seni chin yurakdan yaxshi ko'raman. Baxting doimo bardavom bo'lsin ilohim jonim qizim.